Assalomu alaykum. Uzmaster kanalining hurmatli obunachilari, Toshkent viloyati Nurafshon shahrida Nodirbek akamizning fermasidamiz. Sveji partiya ona bola sigirlar keldi mana. Xudo xolasa sigir olaman deb turgan bo'lsangiz, tavsiya qilib qolaman. Olinglar, maza qilinglar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilyapti. Mana 2025-yilda haftaning shanba kunida 8-noyabr kuni. Mana hammasi ona bola. Joning sog' bo'linglar. Narxlari bomba bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Cho'ntakda nech pul bo'lsa, o'shanga yarasha sigirlar xudo xolasa topilaveradi. Nodirbek, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamay kelib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Uzmaster obunachilar. Qandaysiz? Zo'r, xudo xolasa. Yomon tez sotishyapsizmi? Endi aka, narx arzon bo'lsa, sifat zo'r bo'lsa, o'zi shunaqa aka. kemasidan tugab ketaveradi. Bo'ldi, o'sha hamma o'tgan partiya bo'ldi. Hammasini xudo xolasa egalariga topshirdik. Mana yana bugun yana xizmatdamizning. xizmatdamiz. Xudo xolasa xalq uchun xizmatdamiz aka. Qayerdan O'tgan safarga 21 million chiqazib berdik, urg'ochi bolali sigirdi. Aha. Savdogar akamizga berdik. Talash bo'ldi. Rasa shunaqasidan so'rashadi. Yana keldi. Puli yengil dehqon akalarimizga bugun podasi bilan yig'ishtirib beriladi. Vallah. Qani, bismillah boshlayveramiz. Charchamayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Birinchi sigirdan boshladik. Hozir bu yerda klientlar ham bor. Endi bizni olmang dedi. Ya sizlarni ham ko'rsatib qo'ying, endi uzoqroqdan, nima bilang. Jamoliddin aka. Mana akalarimiz molga kelishing. Voy. Sigirimiz 4-qorin. Bolasi buqacha. 7-8 suti bor. Ha. Suti 7-8 ta, bola buqacha. Bolasi buqacha. Narxini 21 million so'm. 21 million. 21 million. 20 qiling shuni. Yo, endi Jamoliddin aka, bolasi erkak. Bu safar tushirmayman bo'pti. O'zingiz bilib chiroyli. Xudo xolasa. Narxni chiroyli qo'yib beramiz. Narxi 21 million bolasi buqachasidan. 7 litr, 8 litr suti bor ekan buni. Dastlabki sizdan bo'ladi. Dastlabkasi mendan. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Nodirbek 3-qoringa. 3-qoringa. 3-qoringa bolasi urg'och. Bu yoqqa yurgizing. Bolasi urg'och sizdan mana. 2 sutga bo'ldi. 12 ta og'iz beryapti. Buni qarang jonivorda. Ostilaga yaxshi soldi bo'ladi. 10 taga beraverasiz, Nodirbek? Ya 10 tasiga olishaversin. Haq mazza qilsin. Gap yo'q. Aka, 10 ta sutga dastlabkasi ichida 22 million so'm. 21,5. 21 million so'm. Dastlabki sizda. Dastlabki mendan aka. Xonajin narxida. Xonajin narxida. Ona bola. Ona bola. Qoyil. Tepmaydimi chiqib, Nodirbek? Mana jonivor. Qarang. Ha, yuvosh ekan. Mana. Arqaga oldin sovurasiz. Ona bolani 21 millionga qilib beryapsiz, hozir? 21 million so'm. 21 million. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida. Voy. Hurmatli obunachilar. Osti zo'r, xudo xolasa. Mana buni ham yo'g'iraveradi. Da, 3-sigir. Buni qarang, buni Jamoliddin Juda aka. ko'chat ekanda bu hamchi. Go'zalida. Qoziqlari ham joyida ekan. Bola bu qoringa, bolasi qiz bola. Qiz bola urg'och. Bu yoqqa bitta yurgizaverasiz, avtoda ko'rinsa, bu yoqda sayt chiqib qo'yadi. Jamoliddin aka, buni ham 12 ta suti bor. 10 taga olishaversin. Buni qarang. 10 litr sutga. Mana jonivor. Qoziqlar ham joyida ekanda. Yonbosh qo'ring, yonbosh. Buni narxi boshqacha lekin Jamoliddin aka. Sigirni o'zi ham boshqacha-da. Sigir ham boshqacha, narx ham boshqacha. Narx ham boshqacha bo'ladi. Endi boshqacha bo'lib, juda endi ona bo'lmasin endi. Yo, aka, lekin u 26-27 emas aka. 25 ham emas. 23 million so'm. 23 mi? 23 million so'm. Boshqacha bo'ladi, sal qimmatlab ketamiz, o'tiribman. 22,5 million so'm. Jamoliddin aka. Dastlabki bo'ladi. Dastlabkasi ichida. Bo'ldi. 10 litr sutga. Mol ham juda bichimdor, kelishgan, urg'ochi bolasiman. Olib qiling. Mol sveji, molang. 22,5 million bo'ldi. Qoziq zo'r ekan buni, nima? Hammasini ekan. Vo, gap ketmaydi. Bolasini ko'tar. Bu yoqqa yetalavering sirazi, bu yoqda ko'rinmayapti mol. Bunday avtoda bunday aylantirib, mashina aylantirib ko'rsating. Suyakli mol ekan bu lekin. Ha, yeriga. Ayni yonboshga to'xtang yashga. O'ta go'zal. Urg'ochimi bolasi? Bolasi urg'ochi. Buniki ham 2 sutga bo'ldi Jamoliddin aka. Kelgacha yerini solgan ekan o'zi. Ha, o'zi ham. Qani nech pul ekan bu? Voy, juda maqtanchoq sigir ekan, o'zi. 3-qoringa Jamoliddin aka. 11 ta 12 ta palla beryapti. Narxi xudo xolasa kelishdi. 24,5 million so'm.
Yarmini olib tashak. 24 million so'm. Ana bo'lsa. 10 tasiga berilaveradi-da. Ha. Bo'ladi. Bola ham ayiq polvon bo'lib ketadi yaqinda. Ya xudo xolasa olishsam 24 million dastakasi bilan suyakli mol lekin, yirik mol. Uyingizda o'tirib, nima qilyapsiz? oladigan sigirlarda. Pul yengil-yengil, qarang. Vo, buqachami bolasimi? Bolasi buqacha 3-qoringa. Yo chiroyli sigir ekan, ola qara. 10 tasiga olisharsan Jamoliddin aka. Bola buqacha. Tort bu yoqqa. 30-40 millionlik buqa bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa bo'lsin aka, oshiq ham bo'lsa. Buqasi 30-40 millionlik bo'lsin, bizda hozir ona bola 25 million. Hozir ha? Hozir 25 million. 25 million. Kami ham bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham ichida. Bor-da. Sak kelishtirmaysa? 24,5 million so'm. Kami bor. Kami bor. Bo'ldi. Tepmaydi? Yuvash. 10 tasi. Bizda tepadigani bu yoqqa kirmaydi-yu, Jamoliddin aka. Bo'lsa ham aytib sotasiz. Ko'zlarigacha hul. Bolasi ham buqacha. To'ydirib boqinglar, hojat. Zo'r bo'ladi. Yomon tez semirasiz. 24,5 mi? Sigirlar yomon tez sotyapsizmi hozir? Endi Jamoliddin aka 12 gacha ish bo'ldimi? Ya kechqurun 1da ham aka sigir sotib yurdik. Ha. Qora olasidan so'rashganga 15 ta sutli Jamoliddin aka. Asli. Bolasi ham urug' ekan, limuzin. Buqachami, urg'achimi? Qiz bola. Ha. 15 ta sutga oluvchilarga. Voy. Said chiq o'zing ishlagin. Odirbek 12 taga bering, mayli yetadi. Obunachilar xudo xolasa. Kamini aytavering. Kami 12 ta 13 tasiga olishsin mayli, lekin sigir suti 15 ta oshiq. Nech pul aytamiz uni? Narxini aka Ko'rsatib sigir bering. narxi boshqacha. Juda ham kelishtirib. Ha. Talash qolsin deydi. Bo'lsin xalqqa bo'lsin 25 million so'm. 25 mi? 25 million so'm. 24 ham qiling. Yo'q, endi Jamoliddin 26-27 deb birosi bitta chiroyli ayting deganingizga aka, chiroyli. Bo'ldi. Telefon qilishsin, xudo xolasa xayrni qilib beraman. Yana kelishamiz. Olib kiravering. Yelillari o'zi ustga kelgan buniki. Bola ham boshqacha lekin. 40 million, 50 million aytishayotgan sigirlarda bunaqa os yo'q, qarang. Boqsangiz olaverasiz. Jamoliddin aka, Voy. o'tgan safargi 3 boshlilarimiz talash bo'lib ketdi. Yana bu ham shunaqa? Shunaqasidan yana olib kelib qo'ydik aka. 3 tami bunda? 3,5 oylik qornida bor ekan. Aha. Tekshirmadingizlar lekin ha. 3-siga qochgan sigir. Bola ancha katta bo'lib ketdi. Onasiga yetib olibdi shunaqa. Ya xudo xolasa. Xo'p. Ya qonidagini endi aniq tekshirsa bilinadi. Yo'q, tekshirtirmadik Jamoliddin aka. Buni kecha kechqurun borib barakasini urib ertalabga yetib keldi sigir. Yemadimi? Xudo xolasa yemarkan, ha. Hozir ham 6-7 suti bor deyishdi. Ana qarang, yem o'radi. Ana jana. Bolasi buqacha. Bolasini qo'yib yuboring, iloji bo'lsa. Bolasini qo'yib yubor. Turaversin ashlar. Yonidagisi ikkinchisi, qornidagisi 3-siga qochgan ekan. Narxi aka 28 million 500 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Ketdi 28 ga. Dastavkasi bor. Dastavkasi ichida. Bola lekin kam umrga bermasa kerak. Ya, endi umrga bermaydi. Umrga sut hamdan olyapsiz aka. Yaxshi bo'ldi ana. 28 million bo'ldi. 28 million so'mga aka qochib qolgan 16 milliondan qisirlarni chiqazdik-a. Agar qochib qolgan bo'lsa baxtliga. Lekin bundoq narx aytaman aka, har qanaqasiga hisob. 12 millionga 16 million. 12 ga 16. Ha. To'ppa-to'g'ri. Bo'laveradi. Endi bitta qilib sotasiz menimcha. Yo'q, xudo xolasa bitta qilib ketadi aka. Bo'ldi, olib kiring. Olib kir. Xonada bola bo'lsa yanada yutuqsizlar aka. Hozirgi holatiga ham lekin juda chiroyli. 12 ga juda qiyin-da topish lekin. Mesni paroda, olaqora anzora. Birinchi qoringa Jamoliddin aka. Qochami deyman bola. Bolasi buqacha. Bolasini qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring bolasi, o'z tagiga kirib oladi. Suskalarni qarang buni. Qiziq. Sigir otda o'zi ham. Zo'r. Suv sap, tez suv oling. Suv olib qo'ying. O'zimgacha bag'dan ham ko'rsatib beramiz. Birinchi qorin. Birinchi qoringa Jamoliddin aka. Vohima qo'yimiz. 7-8 tasiga olishursin. Yangi tuqqan hali.
30-32 yo'q aka. Aha. 27 million so'm. 27 dastakasi. Erkak bolasi bor. Birga tem bo'la. Birga yaxshi Buni kelyapti. qarang. Birinchi qorilar qimmatroq yuradi san. 27 ga bolasi bu qacha, ha? Bolasi buqacha. Yaxshi narx bo'lyapti lekin. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin 26 million so'm Jamoliddin aka. 26 million so'm. 26 ga bo'lyapti, ha? Birinchi qoringa. Bola bu qacha? Bolasi buqacha. Dahshat. Obkir. Xudo xolasa aka, duo qilib padeshga qilib tursa, Bunlar ham aytdim arzon o'tgan narx safar ham mollarni sifati oshaveradi, narx tushaveradi. Gap yo'q, gap. Hozirgi bratlar ham nima qildi? Ular endi Muxlislaringizga aka rahmat, shunchalik padeshga qilishyapti aka, kommentariyada aka, otingga rahmat deb qo'llab-quvvatlashyapti aka. Odamga o'sha ham aka motivatsiya bo'ladi. ha, dalda bo'ladi-da. Teskarisi bo'lsa yomon bo'ladi. Hali nima deydi? 12 ta sutga erkak bolasi bilan ikkinchi qorin. 12 litr sutga Ha, ikkinchi qorin. bola ham ayiq polvon o'zi ham. Zo'r katta bo'lyapti. Ona bola bir xil ekan, ha? Nodirbek, Portlatamizmi? qana g'ishetdi ekan. Ha? Ha, Mol lekin yapalon narsa. sifat degan. Aka 29 million so'm. 28 million. 28 million so'm ketdi. Qana bo'lsa, bola bu qachading? Bolasi buqacha. Nechta sutga? 12 taga. 12 taga. Yaxshi narx bo'lyapti. Kush qaytadi. Zo'r. Bosinglar mana. 28 Qoziqlarni million. olib qo'ying buni bitta. Qo'ydi. Buni qarang janovarga. Haqiqatdan arzon. Vodiyga ham yomon ketyaptimi, ha? Mollar. Vodiylik akalarim tindirishmayapti-yu lekin. Ovar taqillar sotib ham qo'yapti ekan, ha? Aka, o'tgan safar mana esingizda bo'lsa 34 millionga yonida onajin bolasi bilan chiqazdik. Qoraqalpoqqa barakasini berdik. Aha. O'sha molda tirikchilikka olgan ekanlar. Mol hali uylariga yetib bormasdan o'sha boshqa odamga baraka bo'libdi. Haqiqatan. Uji sotib qo'yibdimi? Sotib qo'yibdilar. Bugun video chiqazing deydilar, yana bittasini olaman deyaptilar. Hamma rizqini Alloh har tomonga tashib Shunaqa Jamoliddin aka. Rizqi bu bo'ladi o'sha yerda. Ko'p aka vodiydan ham tirikchilikda akalarim kelishyapti, olib borib 4 ta 5 ta sotib qo'yishyapti, yaxshi foydalanishyapti Ulardan aka. olsa ana bor qiynalmay o'qitadi. Endi bizda aka bu yoqdan qo'lma-qo'limiz. Iloji boricha birinchi qo'lda aka, dehqonlardan arzonroq olib aka arzonroq sotishga harakat qilamiz. Shved Jamoliddin aka. 3-qoringa 15 ta sutga. Urg'ochi ekan bolasi. Bolasi urg'ochi. Nech pul nodirbek? 31 million so'm. 30. Ketdi. Kami bor. Dastlabkasi ichida bo'ladi. Dastlabkasi ichida. Buni qarang, jonivar. Hozirlar. Ha, Nodirbek. Xudo xolasa, Sizlarga ham buzug'iga ham, bola ham yaxshi ketib bo'lyapti. Olib kiravering. Nechinchi qorin dedingizmi? 3-chi Jamoliddin aka. Mol kattaligi. Osti ham bemalol. Savol. Buqacha ekan bu. Qora olasidan, bolasi buqacha. 12 ta 13 tasiga olishaversin Jamoliddin aka. Sigir 3-qorin, bolasi buqacha. Yapalasidir, zo'r. Uzun narsa. Korpuslari ham shu baquvvat. Qani? Narxi aka 33 million 500 ming so'm. 500 olib tashlang. 33 million so'm. Bo'lsa xalqqa bo'lsin 32,5 million so'm. 37, 38 so'raydi. Yo'q aka. Bizniki aka maqsad sotish. 32 bo'ldimi? 32,5 qilaylik. 32. 32 million so'm. Harakam bor bo'la. Xayrini qilib beraman aka. Tepmaydi sizmiyda? Yuvosh. Turishni qarang buni. Bola yomon uryapti-da. Ishtahan qarang, ishtahan dumlarlik kelyapti. Olib kiring. Olib kir. Buqacha ekan aka. Mana buqachasini ham yaxshi pulga sotib qo'yasiz, xohlasan. Bolani bosib olmaydi yuryapti. Qarang sigirni. Shunaqa semirib, tankillab ketadi hali bu buqacha. Xudo xolasa olib baraka topishsin. 1 oyda ishoning. 1 oyda bu buzoqda kanimi ham qoladi aka. Yirik bo'lib semirib ketadi. Tay, buniki urg'ochi ekan, zo'r ekan lekin bu. Yapalog'idan Jamoliddin aka. Ha? Yapalog'idan. Haqiqatan. Bola urug' Jamoliddin aka. Buni qarang. 6 kunlik buzoq. 14 ta sutda kelib sinab olishsin. Nechtaga? 14 ta sutda. Mol ikkinchi qorin. Stoykani qarang. Stoyka zo'r lekin haqiqatan. Bola surg'ochi 14 ta sutga narxini xudo xolasa bunikini 35 million qo'yib beramiz Jamoliddin aka. 34,5 million so'm. 34. Ketdi. 34 million savdosi bor.
Tanaqa ekan lekin, ha? Mol boshqacha narsa. Kallan Molda ko'proq tanigan yuradi, odamga ha? aka bu Ha? 35 millionga ham arzon. Ko'proq ekanda sigir. Bola yaxshi urug' ekan, ha? Bola urug'. Sifatiga ko'rinib turibdi o'zi. Shustiray. Hop qarang. Bu mol tepmaydimi ish qilib? Yo'q. Buni qarang endi. Mana buni qarang. Shvedlarga navbat keldi aka. Oho. Odilbek, 15 ta oshiq 15 tasiga olishaversin. Bolasi urg'ochi. Ikkinchi qorin sigir. Yonboshda oldi sigir. turish apasida. Uch olib turib. Qani, o. Nodirbek, yonroq olib boringchi. Ikkinchi qoringa 15 ta sutga urg'ochi bolasi bilan. Ne, 15 ta sutgami? 15 ta sutga. Ikkinchi qorin, ha? Ikkinchi qorin. Pulichi? 36 million so'm. 35 qiling. Ketdi. 15 ta sutga teng. 15 ta Yo'q, sigir qo'ya kichkina qoladi. narsa emas lekin aka. Keyin bunda ana avlikolda ham qoni borga o'xshaydi. Shunaqa. Sifati zo'r. Molni bitta Tepmaydimi to'rga ishqilib? tortgan. Ha, tepmaydi. Buni qarang Jamoliddin aka. Qoziqlarni ikkita olib qo'ying. Bola, yuvosh ekan. Bola shunaqa zo'r sigir bo'lsin, xudo xolasa. Korpusini qarang buni. O'ta go'zal ekan bolasi. Bolasi ham go'zalidan. 40-50 millionlik sigir bo'ladimi, hali xudo xolasa. Hamma narsaga mehr kerak, boqish kerak. Mehnat qilsangiz keyin bo'ladi-da, osonlikcha Bolasini oldiga sovagin. javob. 35 bo'ldi. 35 million so'm. Sigirda qarang, umrligini yurmasdan bolasiga emdiryapti. Yaxshi. Olib turing. Mana. Yuvoshligini ayting buni. Ha, Nodirbek? Xudo xolasa. U mana bu sigirda qarang aka. Haqiqiy bahaybatizm u, ha? Zakaz bu Jamoliddin aka. Zakazmi? Ha, bola ham Bola buqachami deb bola? Ha. Yoradi. Onasiga o'xshagan Sigiri qonida 2 oylik bolasi bor ekan, hozir ham 15 ta suti bor, 15 ta 16 ta. Bunda boshqacha ekanda bu. Bola ham 20 taga yaqin, ayni turaversin. 20 taga yaqin bergan ekanda. Ya oshiq ham bergan, mana bu bolasiga yarasa ko'p Qush qarang. emizdirishgan Oh, ekanda. Stokani qarang. Haqiqiy zo'r. Nodirbek, nech pul? Aka, mol narxi 41 million so'm. 41? 40 million so'm. 39. Ketdi. Kami ham bor. Kami ham bor. Mana shunaqa sigirlar Lekin aka molni 45 aytsangiz ham Ha, arziydigan. ha, Prosta shunaqa demoqchi edim. yengil oldik aka, yengil sotamiz. ham qonida, ham yonida, Ham qonida, ham suti bor. yonida. Ha. Jackpot aka odamga. Haqiqatdan yutadi lekin. Sal kunda bola ham aka 30-40 millionlik bo'lib qoladi. Yaxshi. Shunaqa. Sut ichishini qarang buni, shashirib. Ko'zni qarang, ko'zni. Xinadan chiqib ketaman deb. To'g'risi, musofirdan akalarni telefon qilishsan aka, molni narxi boshqacha bo'ladi. Qancha bo'ladi? Boshqacha bo'ladi aka. Bo'ldi gapi. Nodirbekka ishonaman-ku. Birinchi bo'lib dastlabkani yo'lga qo'ygan ukamiz mana shu ikki bo'ladi. Okey. Undan keyin mana hamma safga qo'shilib, dastlabkani uje obunachilar o'ylamay qo'ydi. Bo'ldi, baraka bo'lyapti, uyga yetib boryapti ana. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka molni oldidan kelib ko'rsa, mol vaqti Katta mol, boshqasiga. mol o'ta go'zal, o'ta zo'r. Suyakli mol. Bola ham qocha ekan. Xudo xolasa telefon bular qilishsan jimisi ham- aka, fermaga ham, xonadonga ham Hamma har xilidan turlari. topib beramiz. Bo'ldi. Bolasini ko'tarib yetalagan Qo'y mashina. bo'ladi, shvetlarni. Oling, maza qiling. Onasiga o'xshagan gavdali buqa bo'ladi-da, mana buqa. Bunisini qarang Jamol. Mana aka, mana uni qarang. Kepaklarni joylashtirib. Buni qarang. O, hamma yelin shunday, ha. Aka bizga egasi 30 taga bergan. Aha. 25 tasiga olishaversin. Bo'ldi. Mol sutli mol. Ikkinchi qoringa rossiyskini tozasi. Rasmga tushib qo'yingan, ashdan Nodirbek. Bolasini ushlab tur. Stokani. Yemersin, turaversin. Nodirbek, nech pul aytasiz, qani? nech pul aytdi? Yaqinroq turing. Bilmasam endi, Kel, chiroyli bergin, sayz bo'ldi bizga. O'zim ushlab bitta mana shu obunachilaringiz rasmga tushib beray mana shu bilan. Aha. Ber. Osti zo'r ekanligi. Aka, Kelishtirib aytadi lekin hozir ko'rasizlar. shunchasida aynimasdan chiroyli Ha. keldik. Bunisida ham xudo xolasa narxini chiroyli qo'yib beraman aka. Mana sigirni olgan odam maza qilsin. Talash bo'lib ketadi. Aka, boring sen. Juda qiyshiq turibdi mol. Sal suring bo'ldi, qochib ketib qolmasin sigir. Nima bu sigir? Bolajon ekanda juda. Bolajon, yangi tuqqanda. Yangi ekan. Ha, Nodirbek, nech pul? Aka, molni narxi xudo xolasa 42 million so'm. Ana uni qarang.
42 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida 41 qiling, 41. 41 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi qilikmi ichida. Ya, endi Jamoldan aka. O'zi moli 45 aytsa arziydigan. Ha, to'g'ri. Aka. Egasi 30 taga bergan. Kami bor. Kami bor aka. Xudo xolasa dastlabkalarini qilib beraman. Bo'ldi. Ayta turib turavering. Ahmetga rasm olaman. Ayni turaveringlar. Mana sigirlar. Nechta sigir kerak sizlarga? Nodirbek savdoyingiz bersin, barakasini bersin. Obunachilar aytdi, kutib turibdi, lekin ana kirdi olamiz deb. Qolishda ular ham. Kutib qolmasin. Buni qarang Jamoldan aka. Xudo Xudo xolasa lekin osti baqvat ekan juda. Bola ham o'sha narsaga bo'lsin. Xudo xolasa akalarim kelaverasizlar. Kelganda yeb sog'lig'ini ko'rib olinglar. Hammaga omad, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sigir olishga Nodirbek firmasiga kelaversin. Olib kirmay turing, hozir yana olamiz buni. Qaytaring. Hammaga omad. Nodirbek savdoyingiz bersin. Qolganini qarang. Sigir olishga kelishsa